Chotki. Bu ham odam juda ham odam kamligini hisobiga statika kadrlar ololmayman. Kerakligim ham yo'q. Gam ertak namoz joylardan bunaqani tog'larni mana muzlagan yurak degan film bo'ladi. Frozen o'sha filmni ko'rganman. Yoki ana Narniya saltanatini birida adashmasam shu kinoda ko'rganman. Bunaqa qorli joylarni namoz joyidan o'tamiz. Yozda o'tiradigan joy. Ha. Juda chiroyli. Suv oqib turibdi. Yo'li. Bahorda kelsanglar juda ham yashillikka burkangan joylar bo'lar ekan. Yo'l boshimiz aytyaptilar. Chiroyli. Qor qarsillashini eshitmaydigan cho'kib ketdi. G'irch bo'lyapti. Statika kadr qilolmayapman. Afsuski, chunki haykal qiladiganlar kamchiligimiz. Kamerani tashlab yana orqa qaytishni iloji bo'lmayapti. Mendan oldinga o'tib ketishyapti chunki. Mana chiroyli joy. Chiroyli joy. Pastda suv oqyapti. Zoom qilib ko'rsanglar bo'ladi. Davom etamiz bizda. Qor zo'r yog'yapti. Ustimizga anaqa narsalarni kiyib olganmiz mana. Shunaqa narsalar orqamizda qopkamizni ham yopib turadi. Hozircha sovuq emas havo. No -1. Bunaqa badan sovqatmayapti bunaqa. Yaxshi.
Istamizaga ergashdi. Tojiboyev bir kelib ketsak bo'lar ekan chetligiga. Bratdan. Ashaddiy kuzatuvchimiz bizdan obunachimiz. Televideniye sohasidagilar yaxshi taniydilar. Ayniqsa milliy TV'dagilar. Snigoriya degan joydamiz. Boshqa aytmadimi, adashmasam. Snigoriya. Ko'rishmoqda. Zavramiz. Snigoriya qayerda joylashgan? Snigoriya O'zbekiston bilan Tojikistonning chegarasiga yaqin joyda joylashgan. Adashmasam Ohangaron. Bu narxi biz ham saraylar qoq o'rmonni cheklagandek manimcha shu o'rmonni cheklab qoldik. Lekin hali bor. Biz bilan shuncha it ilakishib olgan. Bizdan hamrohlarimizga xalaqit beryapti. Biz bilan haykingga chiqqanligi xalaqit beryapti. Hayking mavzusiga qanaqa qiziqib qolganman. Hayking mavzusida haykingga tegishli birinchi videoni ko'rishimdan oldin Anton Ptushkin degan video blogerni YouTube'dagi videolarini kuzatardim. Va u adashmasam 3 yil yoki 4 yil oldin Karpatiya degan joyga sayohat qilgan. O'sha sayohat qilganini ko'rganimda u ham kimdan ilhomlanganini opisaniyada qoldirgan ekan. Andrew Craig adashmasam, Andrew Craig edi. Mana shu Andrew Craig videolarini ko'rib shunga qiziqib shunga o'xshash videolar olishga harakat qildim. Faqat bu safargi videoyim so'zlar bilan, gaplar bilan bo'ldi. Ya'ni tasvirlab ketamiz, gapirib tushirib ketaman. O'sha Andrew Craigga videolarni ko'rib, mana shunga qiziqib video olishni boshladim. Aslida YouTube kanalimiz 2018 oxiri 2019-yilda ochilgan. Har xil videolar qo'yardik. Asosiy bir maqsadimiz bo'lmagan. Bitta videoning orqasidan juda katta prosmotrlarga ega bo'lganmiz. Va juda katta prosmotrlarga ega bo'lib, oradan ancha 3-4 yil to'xtab qoldi. YouTube'ga video qo'ya olmadik. Endi xudo xolasa shu hayking mavzusini tanlab olganmiz. Sherigim bor. YouTube'da sherigim Hasan Ashurboyev. O'shalar bilan birga ochganmiz. Hozircha kanalni o'zimga o'zimman. Ulardan Hasan Ashurboyevdan ham maslahatlar olib turaman. Juda video montaj bo'yicha
operatorskiy bo'yicha iqtidorli inson, juda ofislari ham katta. Qor yog'yapti. Qor yog'moqda zo'r. Juda. Right, kattalashtirib qo'yib montajda balki. Oyog'imga qo'ygan narsa kiyganimga hammadan orqada yuribman. Juda yo'l ochib ketyapti mana. Bundan ochib yo'lni ketolmayman. Bo'lsam oyog'imdan suv tushmaydi. Qanaqadir tenglik istik. Bekka adashmasam to'xtaymiz. Yaxshi lokatsiya topib judayam chiroyli joy ekan. Ketdik. Sinigoga. Bunaqa cho'plar ham chiqib qoldi. Baştan kutlayıp bo'lamiz. Tushuring ha, cho'pingiz bilan. Toshkentda qor yo'q deysizlar. Sog'da qaragan qorda ekan. Juda ham egilib o'tiramiz. Tash yomon ekan. Ha, kutlayib bo'ling orqamdan. Ha? Yechib oldim barimizdagi. Ha. Men qolaydi. Men oyog'imni bosib qolaydi. Ez o'rargan a? Yopishib tursa boshqacha bo'lardi. Menga ehtiyot bo'l. Oh bilan ko'zim yuradi. Obunachilarimga salom deb qo'ying. Salom hamma obunachilarga tavsiya qilamiz. Bosinglar. Rozini to'slam, men turishim bilan baland qilib qo'yaman, xudo xolasa. Mana cho'plar alaqda yotibdi, просто. Ehtiyot bo'lasiz. Zo'r. Kechirma so'rab qo'yapti berishga. Mana boshlab oldik yurishni. Orada to'xtab rasmlarga tushib oldik. Endi xudo xolasa yetib olamiz. Turist qabul Yotaman. Shu bu kamera. Mashit biza bilan yuribdi. Mahalliy aholini kiygan bu it. O'yin qilib yuribdi biza bilan. Ketdi. Oldiga qarab yo'l boshlayapti. Boshqa bilsa kerak bu yo'lani. Unaqa qoch. Lobega? Bu oddiy palatkalar bilan qolsa bo'ladimi? Zimniy palatka, zimniy spalniy misol hammasi zimniy. Ha. Kechga ham bo'lish kerak-a? Kempingda harakatsiz bo'lasiz, sovqotib qolasiz. Ha. Hozir 10 minut turing, muzlash boshlaysiz. Bir xilligida o'zini pastroq keladi. Bitta topishga garantiya yo'q. Ha.
Chiltor ekansizmi? Chiltor. Madagaskarda chiltorni uyg'otadi deydi-ku. Madagaskarga o'sha yerimda. Chiltorni uyg'otinglar deydi-ku. Yo'lga chiqarib turibdilar-ku. Judayam chiroyli joylar, hozir kirib ketishyapti yo'llar. Men ozgina qolib, просто atrofni videoga olaman. Bilishingiz uchun judayam chiroyli joylar, ashshe, kelishga arziydigan joylar. Snegoriya. Просто Google'ga yo Yandex'ga pochta berib ko'rsanglar bo'ladi. Judayam chiroyli joylar. Mana shu tarafdan yurib keldik. Bu joy bahorda vahshiy chiroyli o'rmonzor bo'lar ekan, yashillikka burkanib. Chunki hozir men birinchi marta chiqishim bu joyga. Bundan oldin chiqqanlar aytishdi. Judayam Shveysariya bu yoq. deyishdi. Shveysariyaligini xudo xohlasa yana bir chiqqanimizda ko'ramiz. Mana shu ustimdagi juda xalaqit beryapti, bosilib ketyapti. Bosib olma. Lekin kiyishga majburman. Kurtkam ustidan, popkam ustidan kiyib olganman. Что qor, yomg'ir, suv o'tkazmaydi. Snegoriya. Qor tushdi. To'g'ri, borlar pastga. Judayam zo'r yog'yapti, mana shu qor tushdi yana emas. Mana shu shoxning ustiga tushdi. Ketdik. Bu yo'llarni bilmayman, o'shanga ekspeditsiyaga chiqqan haykingchilar yetib olishim kerak. Ulardan qolib ketsam adashib qolishim mumkin, lekin xorijlardan bemalol topib borsa bo'ladi. Ketdik. Afsuski, shtativlar bilan ola olmayapman. Xudo xolisa ovqat yemayotganimizda syomka qilamiz endi. Nasib bo'lsa. Yo'qdan. Parashyutmi? Yaqinda otasi Ulug'bek ishlagan deydi. So'qmoq bo'ylab yuramizmi endi bu yoqqa? 500 metrdan keyin tepalikka chiqishni boshlaymiz. O'rmon oralab so'qmoq yo'qoladi. Yoqda hayvonlar yurgan joylardan o'zimiz yo'l ochib yuramiz. Xudo xolasa. Orqada qolib ketgan yomon-da. Salom bo'lib qo'ying endi. Qalaysizlar? Подписчикlar. Obunachilar. Ne yaptınız sizde? Ha. Voh. O'sha quyosh yo'q, bulut tushib turgan joy Filla qabristoni bo'ladi. Bittachi bo'ladi. Qanaqa qabriston? Filla qabristoni deyman. Mana shuni oting. O'tgan safar videoda oldim otganini. Ketamiz. Hozir buloqqa ketamiz. Tepada buloq bor ekan. Ana pomidorni qo'yasiz. Yotib o'tyapmiz. Ehtiyot bo'linglar, orqamda anaqa bor. Nima edi? Ha? Chetiladimi? Ha, mana tegib qoladi, shoh ehtiyot bo'ling. Voy, mana buni hidini zo'rligini. Aytchani. Chiroyliligini qaranglar. Juda ham shoxli ko'p ekan. Mavtdan ehtiyot bo'lib o'tar ekanmiz.
qiladigan odatingiz bor ekan sizni. Manimi? O'sha oldinga o'tsangiz bo'lar ekanda, men orada ana kamerani to'g'rilab anaqa qilaman-da. Sizga yopadigan yopinchig'i bor-ku. O'shandan. Bering, men sizga qilib beraman. Bering, ochiqroq joy chiqadi. Ochiqroq joyda qilib olamiz. Mana buni ustini qaranglar. Chiqaylik bilan dikkan. Multfilm ha, qarang. Multfilm deymi? Ha, shunaqa-da. Frozen degan film bor-ku, muz yurak. Xuddi o'shaning anaqasi kadri. Mana buni qarang, mana buni. Bitta o'zini daraxt o'zini oling. Bu yoqqa Muzlik davri. bu yoqqa o'tib oling faqat. Ha, bo'ldi. Rasmga olib qo'yaymi shunda? Yo'q, mana o'zini oling. Kadrimi? Ha, bo'ldi, yurosanglar. Qadrli iti bo'lar. Bitta qadrli iti bo'lar. Qadrli iti. O'qdi, davay. Nima deydi? O'tirar ekanmiz-da. Qilib. Qilib bosh ko'zaman bo'lsa bo'ldimi? Qolgan amalling. Ha, mana vash chiroyli kadr bo'libdi-yu. Qaysi? Mana qoq. Nimaga shunaqadan bekorga men kuytirib oling demadimda. Baraka topinglar. Hozir mana shu joydan mana shoh orqa tarafidan aylanib o'tib, endi mana tashqariga chiqdik. Zo'r. Zo'r havo bo'ldi. Kepka kiyib olgan kiyotdi, qulog'ini yopibdi. Qulog'ini yopgan kepka qolib ketgan. Olib garchilik qilib. Oldi o'zim yaxshi ko'radigan kepkani qo'yganlar. Mayli, ketamiz sekin. Yo'l yuramiz. Yo'l yursak, yo'l yuramiz. Xudo xohlasa. Qor ayani yog'yapti, ozginasini Toshkentga yo'naltirsak ham bo'lardi. Teparoqga chiqib, bulutlarning orasiga chiqib olsak, o'sha yerdan burib qo'yamiz Toshkentga. Agar burilmasa, Toshkentlular xafa bo'lmanglar. Toshkentli. Hali kadr olamiz, bitta bor-ku. Kadrni iti kadr. Trend tuzayam olamiz. Yana 1 kilometr tepaga chiqib qo'ygina. Ha, yo'q, chiqibdi. Mana ko'ring. Mana shu ham tayog'ingizda. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Sen oldi yaptirasan dedi. Voy. Zo'r gapirgan lekin. Boshqa joyda, boshqa joyda. Instagramer, Telegramer, vlogger. Yo'q, Avstraliyada tabiiy daryo bilan tog' yo'lligini bilaman. Ularda evkalipt moy ko'p. Ha. Bo'ldi ola. Meni hali qiynaladi. Bersam kim bo'ladi oldingi siz beraman. Otani yaxshi ko'rar ekan. To'xtab turing, ko'p yo'q olay. Choy ichib ketmasdan oldin. Oyoq turishim bilan Hozir o'tirganlar. Men kadr kerak-da, yoki o'shancha o'tiribman tutdim-da. O'tiravering. Noqulay ko'zingiz ochmasa bo'ladi. Na bo'ldi. Hozir o'tirganlar hech qaysi turgisi kelmaydi, chunki zo'r joylashganda. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi. Qasdan boshlayman. Bo'ladi. Qandaydir. O'zlarim achishib ketdi borib. Mana uni olding. Bittaram kelyapti-da. Bir minut. Daraxt qoplab yo'q. Gastritsa so'rakan, shabayat yaxshi ko'raman yoki cultural turizmda. Bir ikkidan bitta. Ancha yurib. Ular moz
Bozorjonga chiqqanimda betestatsiyada qoldim. Oxirigacha chiqolmadim. Просто tuman Ketdik. Xudo xohlasa choy boylarni ichib oldik. Yana yo'lga chiqdik. O'sha archizorlarning ichidan chiqib kelyapmiz. Mana ularni izlaridan yurib boryapman. Xudo xohlasa yetib olamiz. Umumiy 7 ta odam sayohatga chiqamiz. Ekspeditsiya deydi. Balki noto'g'ri ishlatayotgandirman ekspeditsiyani. Ekspeditsiya so'zini bu yoqqa. Bu ekspeditsiya so'zini ko'proq ekspeditsiya so'zini kemalarda yani kapitan Nemo bo'lardi. Kapitan Nemo ekspeditsiyaga chiqib har xil joylarga boradi. O'sha eshitdim. Bitta batareyani o'zi eplab qo'yibdi. 32% barakamiz. Xudo xohlasa. Hoppa. İki yol qoldi deyman. Yuribdimi? Bo'lmabdi bu it. Ha? Mana bu yo'ldan chiqamiz. So'qma bo'ylab. Chiqadiganlarga bemalol toyib tushirasiz. Vashya. Faqat pastga tushmay, orqa ko'rinmay qoladi keyin mana yoq. Teparoq turavering. Ya bo'lmaydi. bo'lmaydi deydi. O'chi sar artsa odam kerak. Chiroyli joylardamiz. Ketdik. Hoppa. Laplandiya, haqiqiy Laplandiya, O'zbekistonning Laplandiyasi. Ha. Endi descriptionga ko'ra-da. Nima edi? Faqat trekking videosiga ko'ra. Pastroq yana, ozgina bo'ldi, zo'r. Endi mana mashina o'tishim kerak. Ko'ramiz. Nima bo'lar ekan. Master class bordi, yumalash bo'yicha keling. Orqasini. Ha, yo'tavering hozir yuramiz. Qarang, mana. Shu olyapti. Rostdan mani ana ko'rsatib tursangiz bo'ldi. Ay yotmas ekanman. Mana qaytgan odam ko'rganmisiz? Mayli, qaytdik. Sayohatimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Orqaga qayta olmasak, mana shu yo'l bo'ylab mana manzara. Soat nechida bo'lgan? Soatga qaramayman.
sovuq bo'lgani hisobiga boshimga bunaqa narsa kiyib oldim. Og'zi bunaqa yopiladi. Mana. Shunda ortiqcha sharf keragi yo'q. Mana bitta narsa. Adashmasam blaf yoki shu blaf kiyiladi adashmasam. Thank you. Cho'tki. Voy, hamma qorishyapti. Shoxladim. O'ting. Baraka toping, rahmat kattajon. Tojiboyev, siz ko'radigan kontent bor-ku, bratan. Mana qorlar, o'tib ketadigan joyi. Efirlardan bo'shab. Ko'radiganimni efirga qo'yib ketib. Yugurdim. Shu GoPro'ning batareyasini almashtirdim. Sherilarimga yetib olish uchun ancha oldinlab ketishdi. Qor yog'di, chiroyli judayam. Ketdik. Endi oyimiz sherilarimni ko'rdim. Qor judayam zo'r. G'ir-g'ir qordi. Mana hech qanaqa joyda chiroyli yo'latdi. Xudo xohlasa, sirg'anishli bo'lib ketdi. Judayam zo'r. Suv qor orasida suv judayam chiroyli ko'rinadi. Faqat bu kadrda ko'rinmasligi mumkin. Bu joyda bor ekan. Oyog'imiz o'tishni boshladi. Kadrlar qolib ketib qoldi mazina. Bu joylarga kelmasa bo'lmaydi. Men tur gruppa bilan keldim. Bu joyga tur gruppani xudo xohlasa aplikasiyani qoldirib ketaman. Lekin yana bu joylarga qachon kelishadi bilmayman. O'ziga e'lon qilib qolsa kerak. Yo yanvar, yo fevral. Da kelishsa kerak. Agar kelishmasa shu bilan bahorga qolinadi-da. Bahorga qolishadi. Manzilimizga yetib qoldik. Xudo xohlasa.
Qoqing. Bo'ladi, qolsin qolganlarga. GoPro'ni yoqqan tarafi 13-GoPro. Ha. GoPro 13 yoqqan tarafi GoProdan suv o'tmas ekan. 13-sidan. Tepadan bizni amaki kuzatmoqda. Yo'g'ida, bittamak. Faqat kamerada ko'rinmaydi. Oo. Ehtiyot bo'ling. O'zimni ham ko'rsatib qo'ying kadrga. Sayohatimiz juda ham qiziqarli bo'ldi. Kam odam bo'lsa ham kamchilik bilan ham qiziq bo'lar ekan. O'tgan safargi videoda 20 ta odam bo'lib chiqqandik. Zo'r. Bunaqasi bo'lmagan. Nigoriyaga birinchi marta kelishim va birinchisi qorda bo'ldi shunda. Keyingi safarda xudo xolisa kelamiz yana. Keyingi safar yam-yashil bo'lganda hamma yoq bahor faslida o'rtalarida yoki shu yozga yaqin, yoz boshlanishiga yaqin boramiz xudo xolisa yana kelamiz bu yoqlarga. Hozircha ko'prikdan o'tmoqchiman. Hozir ko'rsataman. Ko'prikdan o'tishmoqda bolalar. Sal oyoq qaltiroqda bolalar. Mana ketdik. Shu bola o'tsa, mana yana. Ketdik. Mana qurlari bor, ko'rdingmi? Bu bo'ldi. Zo'r. Shundan bilan yurdik kechgacha. Qo'ydi. Lampda tapcham bo'lgan ekan bu paytda. Galavat. Tog'li. Ajoyib. Juda ham zo'r. Oxirlab qoldi. Ehtiyotkorlik davr talabi. Amali tusholish. Mashinada qiyin lekin. Xudo xolisa mana shu yo'ldan yuramiz mashinada. Mashina haydaysiz? Xudo xolisa eson-omon yetib olamizmi, shopir? Hammasini nazorat qilamiz.